Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kecha mana shu mashinamizni 2004 damasimizni juda ko'pchilik telefonda so'ragan edilar. Bizlar sotildi deb aytgan edik. Shu mashina anchadan beri lekin turgani rost, lekin kecha juda ko'p xaridor chiqqan edi shu mashinaga. Shuni qaytadan e'longa qo'yamiz. Bir ukamiz Chelakdan kelib 1 million bilan zalog qo'yib baraka qilib ketgan edilar. Bugun qandaydir kelib sharoitlarni tushuntirib shu mashina olmasliklarini aytib berdilar. Hozir shuni endi qaytadan e'longa qo'yapmiz. Bu mashinamiz o'zi 43 million so'mga 18 aprelgacha kelishib, variantga shu nasiyaga vikupga chiqargan edik. 2004. Most korobkalari yaxshi. Metan gaz bor. Karmetal diska balonlar mana bor qo'yilgan. Salonlarning ishlari, chexollar qilingan, poliklar qilingan. Xullas mashina tayyor. Mana yonboshdan ham ko'rinishlari. Xullas idealniy zo'r mashincha. Kelsanglar, ko'rsanglar, agar Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lda turibdi shu mashinamiz. Kelib ko'rib bemalol olaverasizlar, xudo xolasa. Oldidan ham ko'rinishlari zakonni chotki turibdi. Mana shu 2022 ni zo'ridan, ana shu yerga turgan Damaslarning ichida eng zo'ridan 22 ni. Yangi diska balonlar qo'yilgan. Salonlarda ishlarini o'zi ko'rsatamiz. Apshifkalarga laminatlar qilingan. Chexollar qo'yilgan. 78 ming yurgan. Barlar, kolonkalar o'rnatilgan. Idealniy narsani shu mashinamiz ham. Kraskasi yo'q. Noshkalar o'rnatilgan. Shu mashinamizni ham bir taglarini ko'rsatamiz. Buni qaranglar qanday turibdi. 2022. Idealniy top-toza turibdi shu mashinamiz ham. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizning bahosi $6700 bo'lsa sotiladi. Holati zo'r. Dahshat holatga turibdi. Endi aytishinglar mumkin-da. Qimmat, bunday deyishinglar mumkin, lekin mana shu xarajatlari, zeblarini hisoblasanglar agar zo'r turibdi-da.